Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Abu Saloh, Ahliddin Navqatiy kabi fitnakor kimsalar va soxta salafiylik tarafdorlarining ba'zilari davlatni shariat asosida boshqarmayotgan hukmdorga qurolli jihod e'lon qilish farz deb hisoblashadi. Bu qanchalik to'g'ri? Darhaqiqat bugungi kunda ming afsuslar bo'lsinki, o'zbek tilida faoliyat olib borayotgan yoki dinni targ'ib qilayotgan ba'zi bir shaxslar tomonidan oyat va hadislarni noto'g'ri talqin qilish kuzatilmoqda. Bizga ma'lumki, oyatlarni va hadislarni tushunib, ulardan hukm olishlikdagi o'tgan imomlarimiz bu masalada batafsil fatvolar va ijtihodlar berib ketganligi barchalarimizga ma'lum. O'sha o'tgan imomlarimiz oyatlardan va hadislardan hukm olishlikda ularning bu ishdagi salohiyatlari sog'lom aql va mantiqqa ma'lumdir. Bugungi kunda ular biron bir masalada biron bir hukmni qoldirib ketmagan deb biz bilsak-da, ming afsuslar bo'lsinki, o'zbek zabon ba'zi o'sha soxta salafiylar tomonidan jihod masalasini yangicha fatvolar, yangicha yondashuv bilan talqin qilishmoqda. Bu jihod masalasi buyuk bir masala bo'lib, buni o'sha 4 mazhab imomlari, buyuk mujtahid imomlar barchalari bu masalani batafsil yoritib ketganlar. Ana shu yoritganliklariga dalil o'sha barcha fiqhiy kitoblarda bog'iylar, tajovuzkorlar deb nomlangan bir masalaning bobning kiritilganligidir. Demak, mana shu da'volarda aytilayotgan o'sha islom shariati bilan boshqarilmayotgan yurtlarga jihod qilish degan fatvoni taqdim qilayotganlar mana shu gaplarda oyat va hadislarni o'zlarining noto'g'ri tushunchalari bilan harakat qilayotganligini ta'kidlashimiz kerak bo'ladi. Chunki ulamolar o'sha jihod masalasi bilamizki bir kishiga qaratilmaydi. Butun boshli mamlakat va katta bir jamiyat ko'pchilikka qaratiladi. Mana shu joyda, mana shu panapartishlik bilan qilinayotgan bu harakatda qancha haqlar paymol bo'layotganligini ular go'yoki e'tibordan chetda qoldiryaptilar. Vaholanki Salohiddin Ayyubidek buyuk zotlar bir tomchi nohaq to'kiladigan ko'z yosh yoki qon evaziga keladigan davlat menga kerak emas degan edilar. Endi bugun o'sha islom bilan boshqarilmayotgan mamlakatlarga jihod e'lon qilayotganlar shuni o'ylab ko'ryaptilarmi? Demak, mana shu oddiy bir mantiq yondashuvdan kelib chiqib, bularning da'vosi oyatlar va hadislarga zid ekanligini baralla aytishimiz mumkin. Chunki bu narsani bizgacha ulamolar aytib qo'ygan edi. Demak, o'sha bugungi kundagi jamiyatlar xalqlarning ixtiyorlari va tanlovlari bilan turmush tarzini tanlagan ekan, ularning mana shu xatti-harakatlariga ko'ra barchalarni bir barakayga kofir deb e'lon qilmoqlik va ularning o'limiga hukm chiqarmoqlik bu eng katta Alloh huzurida kechirilmaydigan qavs ichidagi jur'at ki buning javobi juda ham qiyin bo'ladi. Chunki dinimizda bilamizki o'sha xalq haqqi, ya'ni banda haqqi Alloh tomonidan ham kechirilmaydigan haq ekanligi aytiladi. Alloh taolo o'ziga nisbatan qilingan gunohlarni, xatolarni, tajovuzlarni kechirsa-da, bir bandaning bir bandaga qilgan tajovuzini, banda haqqini kechirmayman, bunga aralashmayman degan bo'lsa, demak mana shu butun boshli mamlakatga o'zlarining noto'g'ri tushunchalari bilan jihod e'lon qilayotganlar qanchadan qancha kishilar haqqini, banda haqqini poymol qilayotganligini biladimi? Mana shunday bir jangu jadal bo'lgan paytda o'shanday fatvo beradigan
odamlarni qon to'kishga gijgijlaydigan, albatta qochadigan, yashirinadigan joy topib oladi. Lekin maydonda yana yosh bolalar, ayollar, keksalar, himoyasiz ojizlar qolib ketadi. Shuncha insonlarning o'limiga sabab bo'lishlarini o'ylab ko'rdilarmi? Shuning uchun biz o'zimiz bilgan xalqimizni, o'zimiz bilgan manbalarga, o'sha o'tgan imomlarimizning fatvolariga, xulosalariga tayanishni tavsiya qilamiz.